Assalomu alaykum hammaga. Bu gapimiz ani o'lmaydigan odamlarimiz bo'ladi-yu, вообще. Bo'ldi, mana shunday. Bundoq qilib yurib, ular xayolida o'lmaydi umuman. Ularning ajali yetmaydi. Xuddi shunaqa yashaydiki ular. Unga qiziq emas. Xayoli, fikri bitta narsa, u ham bo'lsa pul. Oramizda, tanish-bilishlarimiz orasida shunaqa insonlarimiz bor-ku. Menga qara, sen hayolingda o'lmayman, pul bilan hamma narsani shart qilaman. Bu narsani deb o'ylaysang, adashasan. Men senga aytaman. O'zingdan katta ketma, katta non tishladigan eski akalarimiz, ota-bobolarimiz. Shunga amal qilib yur. Yaxshi inson o'zingdan ketma. Bir kishini topib, o'ttintiga mashina olib, o'zingdan kimdir yasab ol. Mana shunaqa yasab olgan tanish-bilishlaringizga mana shu videoni jo'natib qo'ying, so'rashdi. O'ziga olib chustasiz o'zsin. O'zidan kimdir yasab olmasin, oynadan qo'lini chiqazib olib, hayolida u dunyoda bitta, uni sherigi yo'q. Bitta puldoq. Boradigan joyimiz o'sha. Nasib qilsa 3 metr. Nasib qilmasa bilmayman. Alloh biladi. Chustingni keltirib, chustingni yo'qotmasdan o'zingni. Polvon